O'rtoq, qara sen bop klient qara. Nimaga shunaqasan? Odam ustiga qarab baho berasan. Shu odating yaxshi emas desani. Assalomu alaykum. Siz Ahmed do'koniga xush kelibsizmi xizmat? Aka, Hayitga uydagilar sovg'a olmoqchi edim. Bo'ldi akajon, yuring. Aka sizdan 1.190 ming bo'ldi. Aka, mashinadan shunday olib berib yuborsam bo'ladimi? Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Stankada bo'laman. Narsalarni olib chiqishib, qaytishda pulni olasiz. Oy, qarang, puli ham yo'q ekan. Tezroq bor, ulgurmay qolmagin, yo'qolib qolmasin yana. Olib kelavering, shu yerdaman. Rahmat aka. Ust-boshimga e'tibor bermaysiz. Og'ayninikida hashar edi. Uydagilarga narsa olaman deb shoshib kirgan joyim edi. Mana shu pulni olib, kattalik bo'lmasa, maydalab do'konga berib yuborarsiz. Bunisi bo'lsa sizga xayrli.